Bu makiyaj chet elda roskoshная diva deb nomlanib va eng qimmat makiyaj deb hisoblanadi. Lekin ko'p kishi o'ylaydiki, bu makiyajni faqat professional vizajist qilib biladi. Men uy sharoitida bunaqa makiyaj hayotda qilib bilmayman deb o'ylashadi. Yo'q, bu makiyajni bugun men sizlarga uyda o'zlaringiz o'z qo'llaringiz bilan qilishni o'rgataman. Salonda ishlaganimda bu makiyajni 90% klientlarim prosta sevardi. Har kelganlarga iltimos mana shunaqa bo'yantirib qo'ying deb aytishardi. Qoshimizga ozgina rang berib, to'la soch qilib, yuzlaringiz ancha yosh ko'rinadi. Ko'zimizga обязательно консилер. Xo'p, xohlasangiz agar основной etapini qalam bilan chizsalaringiz bo'ladi. Lekin qalam bu juda ham qiyin bo'ladi sizlarga. Shuning uchun temno-korичневый teng olamiz. Tengingiz qanaqa desalaringiz menga tartay. Tak, ko'zimizni ochgan holda qovoqni ozgina teparog'iga biz ana shunaqa liniya chiqarishlarimiz kerak. Qarang, qanday chiziladi. Hop. Mana. Ozgina shuda, ko'p tepaga. Ko'p tepaga buni chiqarmanglar, keyin vertolyot uchayotganda mana bo'lmasin, iltimos. Mana sizlarga liniya. Maket tayyor. Bo'la, u homay. Temно-коричневый tengni oldim va shu liniyani tepasini растушевать qilaman mana. Уже более ana широкий bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Вроде бы уже у нас появляется макет. Дальше men boshqa kiсть olaman va korичневый rangni pastrog'ini ishlataman. Tepaga chiqaversalaringizlar, ranglar pasayib ketaveradi. Tak, endi uni ustini растушевка qilamiz mana bunday. Осторожно lekin qilinglar, iltimos. Bosmanglar, kistichkani havoga ishlatish kerak. Yeli kasatsa qilish kerak. Pushista kiсть olib, pas rangni olaman. Mana. Mana. Sizlarga pulga o'rgatadigan darslarni masalan bepul o'rgatyapman. Qadrlanglar, mana qadrlanglar. Bir ham o'zimni shunday tarozga urishni yaxshi ko'raman. Bir ham shu men maqtashlarini yaxshi ko'raman. Qanaqa odam bo'lsam kerak mana. Olib bu emas, ikkinchi ko'zni ham shunday qilish kerak. Bittasi Surxondaryo, bittasi Amudaryoga ketmasligi kerak. Ikkalasi ham xo'rga turish kerak. Bu yerga vнимательно. Kallamizni mana bunday qilamiz, mana. Ana bu yerga bitta nuqtacha qo'ydik. Mana bunday qildik boshimizni. Mana bizning liniya. Ko'rdingizmi? Mana bu raq bilan degani ana bunday tozalashing kerak degan. Rastuşевать qilasizlar bera. Buni bir-biriga mana yopishtirasizlar, bir xil tursin shtobi. Ana shunday liniya. Дальше oq teng olaman va просто mana bu yerga припечатывающими движениями, как будто бы yopishtiribmiz kleyni nimadir, ana shuni qilamiz. Xo'p, qalamni oldim va skochni tepasiga ozgina liniya chizaman mana. Mana bunday ozgina bo'ldi. Aylanma harakatda. Lekin ko'p tepaga chiqmalaring iltimos. Qilamiz обязательно. Yuz makiyajga o'tamiz. Buni tez ko'rsataman. Потому что вы это всё видели. База под макияж. Тоналка от Charlotte Tilbury. Консилер. Ko'zning tagiga. Именно в zonalarga. Контуринг. Румяна. Тушевываем. Пудра. Yoqmagan, tush qilaman. Основной момент qizlar, labimizni qizilga bo'yaymiz. Ko'p kishi qanday bo'yashni bilmaydi. Temno-korичневый qalam olasizlar. Menga Mister 764 и контур chizasizlar. Ko'p chiqmalar ozgina mumkin. Самый любимый оттенок в мире красной помады bu menda Lux Visage номер 109. Eng chiroyli rojni surtasizlar. Qizil pomada bu опасный. Makiyajim yo'qdimi?